Qaranglar. Solar May ma'nosi quyosh energiyasida tayyorlangan. Qanaqa deysizlar? Hozir tushuntiraman. Inaprom 2025 ko'rgazmasida Aquabuild kompaniyasi tomonidan taqdim qilingan mana shunaqa quyosh stansiyasi hisoblanadi. Bu quyosh stansiyasining nima afzal tomonlari bor? Okalar, hozir tushuntiramiz. Ya'ni konstruksiyasi jihatidan bu quyosh stansiyasini yig'gan holatda boshqa joyga ko'chirish imkoniyatini beradi. Bu ko'rgazmada ishtirokchilarga ko'rsatmoqchi bo'lgan g'oya nimadan iborat? Avvalambor yig'iladigan bu quyosh panellarini, demak, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkin va ko'rgazmada ko'rib turganinglardek BYD mashinasi zaryad olyapti va ko'rgazmani o'zida ishtirokchilarga ichimlik tayyorlab berish quyosh panellari orqali bo'lyapti. Ko'rib turganinglardek aravada yig'iladigan quyosh stansiyasi 10 kilovatli, demak, akkumulyator bilan jihozlangan. Hozir men sizlarga BYD avtomobili ana shu stansiyadan zaryadlanganini ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganinglardek 41% zaryadni tashkil qilmoqda. BYD avtomobilini zaryadlashdan tashqari ko'rgazmada ishtirok etayotgan ishtirokchilarni mehmon qilish maqsadida food trucklar o'rnatilgan va bu food trucklarni elektr toki bilan ta'minlab ham beryapti. Aquabuild kompaniyasi tomonidan taqdim qilinayotgan shunaqa texnikalarni ko'rishinglar uchun Inaprom 2025 ko'rgazmasiga taklif qilamiz. Bu ko'rgazma 29-30 aprel kunlari ham bo'lib o'tadi.